o't o'rish uchun mo'ljallangan spes jatkalarimiz yetib kelgan mana. 11.25 traktorimizga mana 11.25 traktorimizga universal jatkamizni qo'yib, silindrlarni ko'tarib tushiriladigandan qilib klientimizga tayyorlab berdik. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalar, xohlasangiz 11.25, xohlasangiz 11.05 modellarimiz ham mavjud. Xohlaganiga mana shu o't o'rayotgan jatkalarni qo'yib, ustonovka beramiz. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga bemalol orqaga chiqsangiz bo'ladi. Hozir bitta ishlashini ko'ringlar. 1.20 lik jatkalarimiz. Mana ishlash jarayoni traktorimizni sifatlari yaxshi chiqqan. Hozir dinamlari ham mana tayyor. Bitta dinamni olib tashlab qo'yilmagan variant hisoblanadi. Bemalol qo'ysangiz bo'laveradi. O'tiradigan jatkami, orqasida pulikmi, frezer mos ko'rasizlar mana. Silindrlar oldiniki mana. Oldi silindrlar ko'tarib turish uchun bu mana jatkani silindri. Buni o'tiraman desak, pastga tushib boraveradi. bir 25 traktorimiz kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalar bo'laveradi. Bemalol ko'tarib qo'ygan ishlatsangiz bo'laveradi. Sifat yaxshi ishlatmasa, shuni qo'yib olib ishlatsangiz bo'laveradi. Kimga kerak bo'lsa, pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol orqaga chiqsangiz bo'ladi. Dastavkalarimiz ham mavjud. Kimga kerak bo'lsa, o'zi sotiladi desangiz, o'zi ham bor. Jatkasi ham bor, 11.05 ham bor. Xohlagan turgan bizda mavjud. Bemalol kelsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.